Nima uchun masalan Yevropada ayollar ajrashsa kimgadir 4-xotin bo'lmaydi? Nima uchun? Nima Har uchun bitta- 4-xotin bo'lib kira qilib yurganga tegmaydi kambag'alga? Hop, kerak ekan. Suyanchiq kerak ekan. Kambag'alga teng. Bu tayyorga ayyor bo'lishmi yoki ochofatli bo'lib pulmi derdi. Ba'zi ayollarimiz bizda ochofatroq. Nima uchun bizning ayollar 3-4 xotin bo'lishni tanlarmishdi? Nima uchun Yevropalik ayollar 3-4 bo'lishni tanlamasmish? Bizani ayollarning ochko'zligidan deb o'ylaysizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Xo'p, bizda birinchi ayol funksional vazifa uchun olinadi. Cho'ri qaynanaga qarash kerak, qaynataga qarash kerak, uydagi ovqat qilish kerak. Uni kasal bo'lishga haqqi yo'q, beremenniy bo'lishga haqqi yo'q, taksikoz bo'lishga haqqi yo'q. Uni e'tiborga ham haqqi yo'q. Ana endi men sizga aytaman, nimaga 3-4 xotin bo'lishni tanlashyapti? Meni o'zimni hayotimda bitta shunaqa inson bilan gaplashganman. Mana shu qiz aytibdi, 18 yoshli qiz, men birinchi xotin hech qachon bo'lmayman. Chunki meni otamni 2 ta xotini bor. Onam uyda kasal qaynataga qaraydi, kasal qaynanaga qaraydi, uyda ovqat pishiradi, uyda ish qiladi, kasal bo'lishga umuman haqqi yo'q. Yana kamiga kalta yeydi, har hafta, har oy tilidanmish deyapti. No, uni ikkinchi xotini hali sayohatga borarmish, hali zo'r mashina berilar ekan, uni ikkinchi xotini zo'r yashayotgan ekan. Xo'p, bu sharoitni ko'rgan qizda nima xulosa bo'lyapti? Bu xulosa, undagi xulosa что kimgadir ikkinchi xotin bo'lish. Birinchi xotin bo'lishdan nima naf? Chunki birinchi xotin boyib ketgunizcha kerak. Uydagi ishlarni qilishga